Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tarixdan nazar tashlaydigan bo'lsak, qaysiki bir jamiyatda birdamlik, hamjihatlik hukm suradigan bo'lsa, o'sha jamiyat taraqqiyga yetgan, oliy maqomlarga, yuksak darajatlarga erishgan. Qaysiki bir jamiyatda parokandalik, o'zaro noahillik hukm suradigan bo'lsa, o'sha jamiyat tanazzulga yetgan. Xuddi shunday dinimiz ham, islom dini bizni birdamlikka, hamjihatlikka chorlaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarining muborak hadislarida yadullohi ma'al jamaa la yajma' ummati ala ad-dalala dedilar. Ya'ni Alloh taoloning nusrati, Alloh taoloning madadi jamoatdadir va mening ummatim hargiz zalolatda jam bo'lmaydilar deb marhamat qildilar. Demak, qaysiki bir jamiyatda millatidan qat'iy nazar, dinidan qat'iy nazar, agar birdamlikda, ahillikda hayot guzaronlik qiladigan bo'lsalar, Alloh taolo o'sha jamiyatga nusrat beradi. Va hadisning davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni ummatim zalolat ustida jam bo'lmasligini, ummati Muhammad zalolat ustida jam bo'lmasligini marhamat qildilar. Ya'ni musulmonlar jamiyati qatlami hamisha birdam bo'lishlikka, hamjihat bo'lishlikka urg'u qaratdilar. Ana endi hozir ba'zi bir toifalar chiqyaptiki, musulmonlar o'rtasida turli xil fitna urug'ini, turli xil tafriqa, kelishmovchilik va ziddiyat masalalarini o'rtaga tashlayaptilar. Bular millatlar orasida bo'ladimi, dinlar orasida bo'ladimi? Mana shunday bir parokandalik ruhiyatini solmoqdalar. Aslida dinimiz bizlarni hamjihatlikda, musulmonlar orasida birdamlikka, hamjihatlikda undaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la taxtalifu fataxtalifu qulubukum dedilar. Ya'ni ixtiloflanmanglar, tafriqalanmanglar, Alloh taolo qalblaringizni ham ixtilofli qilib qo'yadi deb marhamat qildilar. Shunday ekan, azizlar, mana shunday bir hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda chiqayotgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi mana shunday jamiyat orasida ixtilof soladigan toifalarni qilmishlaridan ogoh bo'lmoqligimiz lozim bo'ladi.